alaykum obunachilar. Va bizni yangi kuzatib borayotgan tomoshabinlarimiz. Biz kaptar boqishni boshladik. O'z kaptar boqardik oldin, просто sotib yubordik. Sababi mushuk yedi, boshqa qildi, uchib ketdi. Va qanaqadir shashtimiz so'nib qoldi kaptar boqishga nisbatan. Endi qaytadan yana kaptar boqyapmiz. Bu o'yinchi kaptarimiz nar. Bu naryadagi ikkita kaptarimiz. Ikkalasi par. Bu alohida nar. Bunga ham bitta modob kelib qo'shib qo'yishimiz kerak. Shu qo'yish kerak buni endi. Kelaqa. Bu o'yinchi kaptar. Shu videoda 10 ta like bo'lsin, shuni o'ynashini ko'rsataman. Shorts qilib, video alohida chiqarishim mumkin. Zo'r o'yinchi kaptar. 1,5 metr, 1 metr ko'tarilish o'ynaydi. Bular narmoda. Endi bularni bolaga oldim. Xudo xolasa bola ochib ko'paysa yana videolar olamiz. Joylariga baho beringlar. Joylar atak chiroyli, katta, keng. Tashqaridan ko'rinish mana. Tashqaridan ko'rinish katta. Rom o'ragamiz. Bundan keyingi videoda quyonimizni ham ko'rsatamiz. Quyonim tug'di, xudo xolasa bugun.